Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram kuzatuvchilar, barchalar xush kelibsizlar. Bugun yana sizlar bilan birgalikda savollar uchun maxsus efirdamiz. Xo'p, va alaykum assalom va rahmatullohi. Mirkabul aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Shu yerdamisiz aka? Alhamdulillah. Ha, amallab ulanib oldik mana. Agar savol beruvchilar bo'lsa, marhamat mikrofonni ochib, biroz savol-javob qilsak, keyin bir ikkita masalalar bor. O'sha haqida biroz to'xtalmoqchiman. Ha, qo'l ko'targanlar mikrofonni ochib qo'ydim. Savolda bo'lsa mikrofonni bosib savol beraveringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aa, Alaykum assalom. Xush kelibsiz aka. Rahmat aka. Uzr, bexosdan bosilib ketdi. Shuni bir og'iz aytib qo'yib salomlashib qo'yay dedim. Rahmat. Eshityapsiz. Rahmat Lutfullo aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz. Bahrom aka, charchamayapsizmi? Alhamdulillah. O'zidan so'rasak. Labbay. Rahmat Bahrom aka. Bahrom aka, bitta nima bilan telefon qilyaptik. It bo'yicha, itni hali ovda nimasi mumkin? Hali itga yegan narsa, qisqasi idishlar harom hisoblanadigan narsa bor. O'sha narsa bo'yicha hozir bizda ham bitta savol bo'lib qoluvdi. Bitta idishga itni yeb qo'ygan ekan, o'shani anaqa qilib qo'ydik, yo'qotib yubordim degan gap bo'lyapti. O'sha bo'yicha nima deyiladi kitobimizda? Xo'p, Qur'oni Karimda ayrim joylarda itlarni xususiyatlarini, ya'ni insoniyat uchun foydali taraflarini aytib o'tadi va ba'zan yoqimsiz jihatlarini ham aytib o'tadi. Masalan, keraksiz holatda yoki boshqa holatda tilini sangillatib, osilib turishligini ayrim din dushmanlarini holatiga o'xshatiladi. Endi bu mavzu haqida Qur'oni Karimda Moida surasini 4-oyatida va mavzuga yaqinroq bo'lgan jihati Kahf surasida bayon qilingan. Alloh taolo Moida surasining 4-oyatida marhamat qiladiki, Astagfirullah. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Janob Rasulullohga xitoban aytyaptiki, sizdan, ya'ni ey Muhammad, ular sizdan o'zlariga nimalar halol qilingan haqida so'rashyapti yoki so'raydi. Ayt, sizlarga pokiza narsa, ya'ni inson tabiati tortadigan narsalar halol qilindi. Xo'p, Alloh sizlarga o'rgatgan shaklda yirtqich hayvonlarni, e'tibor bering, yirtqich hayvonlarni ovchi qilib o'rgatgan hayvonlaringiz, ular sizlarga tutib keltirgan hayvonlarga, ovlangan hayvonlarga Allohning ismini aytib yeyavering deyapti. Allohga nisbatan javobgarlikni his qiling, ya'ni qilayotgan amallaringiz, kechirayotgan hayotingiz masalasida Allohning huzuriga borib qanday javob beraman degan mas'uliyat bilan yashang degani. Allohga taqvo qiling, Allohning hisob kitobi tez deyapti. Bu oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, odatda asosan yirtqich hayvonlardan it, itning har xil zotlari bor, turlari bor, har qanday farq yo'q. Agar ovga o'rgatilgan bo'lsa, katta bir qismini yeb qo'ymaydigan bo'lsa, mana shu shaklda ovga o'rgatilgan bo'lsa, it ovlab keladimi, boshqa yirtqich hayvonni eplab o'rgatadiganlar bo'lsa, mutaxassislar bo'lsa, shu ovga o'rgatadimi? Degandan keyin bilasiz, it endi ovni tutyapti, boshqami kiyikmi, bismilloh aytolmaydi. Demak, bismillohsiz tutib kelgandan keyin uni endi yeyishda, iste'mol qilishda bismilloh Allohning nomini aytib yeyavering deyapti, halol deyapti. Bu oyatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, it tutyapti, uni ushlaguncha, olib kelguncha tishlaydi, jarohat yetkazadi, qonatadi, so'lagi oqadi, boshqa qiladi. Bu oyatda hech qanday uni shu itga yegan joylari endi ekkanligi uchun tamoman bu go'sht harom bo'ldi, go'shtni tashlab yuborish kerak, bunaqa mumkin emas degan joyi yo'q. Aksincha, Alloh taolo buni bizga ta'lim beryapti. Bu oyatdan kelib chiqib qaraladiki, agar insonni endi haqiqatda hayvonlarning so'lagi, faqat hayvonni, boshqa bir insonning so'lagini ham boshqa inson ta'bi tortmaydi. Insonda sof fitrati ta'bi tortmaydi. Shuning uchun hayvonlarning so'lagi vahshiymi, yirtqichmi farqi yo'q. Ulardan saqlanishlik, ular
ichib qo'ygan ovqat yoki yeb qo'ygan ovqat yemaslik, undan saqlanishi insonni mana shu o'zini tabiati, pokligi, fitratiga bog'liq bo'ladi. Lekin Qur'oni Karimda bunday harom qilingan qat'iy taqiq yo'q. Endi Kahf surasiga keladigan bo'lsak, deb bizga xabar bergan. Ya'ni g'or egalarini, Kahf egalari deydi, ashobi Kahf, ular bilan birgalikda it ham eshigini tagida, ya'ni g'orga kirishda ularni qo'riqchisi bo'lib uzoq vaqt qolganligi haqida aytyapti. Ya'ni bitta bir oyatda ovchilik vazifasini aytyapti, o'rgatsa shunday foyda nasib bo'lishini, yoki qo'riqchi itlar haqida mana oyatlar batafsil keltirilgan. Endi men Qur'oni Karimda hech qanday bir itda yeb qo'ygan idish umuman halol bo'lmaydi, 7 marta yuvish kerak, qattiqroq qilish kerak, qumda yuvish kerak kabi hech qanday Qur'onda bunday mufassal hukm bayon qilinmaganligi uchun men bu ayrim mazhablardagi fatvolarni qabul qilolmayman va sizga ham tavsiya qilmayman. Agar hozirda itda yeb qo'ygan bo'lsa, yaxshilab issiq suvda gellab yuvoring, tamom. Yana boshqa mavzuga aloqador savolingiz bo'lsa, marhamat. Bo'ldi, rahmat Bahrom aka, sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz, Abjalla aka. Bir savolim bor edi, Fahromjon. Marhamat, bilsa javob beramiz. Yolg'on gapirgan musulmon bo'la oladimi, mo'min bo'la oladimi? Demoqchisiz, shu to'g'risida kitobda, oyatda kelganmi? Bildirsiz. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarsa, ya'ni shu jihatdan yolg'on gapirsa, Allohning zoti va sifatlari haqida yolg'on gapirayotgan bo'lsa, Allohning rasuli, risolat haqida yolg'on gapirayotgan bo'lsa, bunday insonlarda iymondan mahrum bo'lib qoladi. Bu katta ehtimol. Bunday insonlarga yoki yukazibun deb farqli atamalar bilan keladi. Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarish, uni inkor qilish. Bunday insonlarga agar mana shu holatdan tavba qilmaydigan bo'lsa, Qur'onni, Allohni, dinni yolg'onga chiqarib, aslida haqiqatga zid bo'lgan holatda yolg'on gapirib, insonlarni aldab, hayot kechirib, tavbasiz vafot etadigan bo'lsa, Alloh taolasi unday insonni oxir borar joyi jahannam bo'ladi. Unda aslo shubha yo'q. Lekin ayrim holatlar bo'ladi. Yolg'on deganda farqli holat bo'ladi. O'zi yolg'on gapirish yomonu, ayniqsa Alloh nomidan, din nomidan yolg'on gapirish bu eng yomoni. Kelaylik shaxsiy manfaatlar haqida. Shaxsiy manfaatlar haqida. Masalan, savdo qilyapti, insonlarga bir narsa tortib beryapti, kilodanmi, o'lchovlimi, metrlimi, metrdan urib qolishlik yoki botil yo'llar orqali bir-biringizni mol-mulkingizni yemen deydi, ya'ni botil yo'llarga, ya'ni yolg'on, aybini yashirish, sudxo'rlik kabi holatlar kiradi. Bunday holatda bir insonni iymonidan ayrildi, kofir bo'ldi deyilmaydi. Gunohkor bo'ldi, birovning haqqini yedi deyiladi. Bunday insonga nasihat qilinadi, yaxshi gapiriladi, birovning haqqini yegan bo'lsa, egalariga haqlarini berib qo'yish tavsiya qilinadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Bahrom aka, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Xush kelibsiz aka. Xushvaqt bo'ling. Muso payg'ambar to'g'risida gapirgan nimangizni eshitdim suhbatlardan. Hop. Tayoqni dengizga urganda ikkiga bo'lindi, qavmini olib o'tib ketdi deganda siz Muso aslida u dengizni sayoz joylarini bilgan degansiz. Yo'q, bunday demaganman, balki biroz adashtirib shekilli. Sal farqliroqdir. Qanaqa edi? Agar adashgan bo'lsam uzr. Bitta eslatib o'tsangiz yaxshi edi. Ha. Musa alayhissalom qaysi kuni, qaysi oyda, qaysi soatda o'sha dengizni oldiga borishligini oldindan Alloh taolo aytgan edi. Aynan ana shu dengizning suvi orqaga chekilib, tog' yonbag'irlaridan suv orqaga ketib, quruqlik tog'ning qirg'og'idan quruqlik paydo bo'ladigan vaqtini Alloh taolo bilganligi uchun aynan ana shu vaqtda, ana shu soat daqiqalarida Allohning o'zining rejasi asosida Musa alayhissalomni va qavmini ana shu joyga borishlikka buyurgan. Boshqa oyatlarda bayon qilingan. Va ana shu vaqtda yetib kelganligi uchun bilasiz, butun olamlarni yaratgan Alloh
oy qachon tutilishiyu, u dengiz suvlari qancha masofada qanday ortga chekilishiyu buni bilganligi uchun Alloh o'zining mana shunday bir mo'jiza ko'rsatib, Allohni, dinini, payg'ambarlarni, yaxshi insonlarning dushmanligida faol bo'lgan bu Fir'avnni, tog'utlarni halok qilib, ibrati olam bo'lsin deb mana shu rejasini tuzgan. Tek turgan dengiz ikkiga yorildi desa, o'z-o'zidan shunday yorilgan u, ikkiga ajragan u, bunaqa holat bo'lmagan. Aslida tabiiy hodisa bo'ladigan holatga hassasini urmasa ham shundoq ham u yerda Muso alayhissalomdan boshqa har qanday bir inson aynan ana shu kun, shu soatda tasodifan kelib qolganda ham ana shu holatga guvoh bo'lishi mumkin edi. Buni Alloh taolo oldindan aytgan borishlikka. Xo'p, nima savolingiz bor edi bu mavzuda? Mirkamol aka, yana savol beruvchilar bo'lsa ochavering, 5-4 tasi yig'ilib qolibdi. Hop, mana ochyapmiz. O'zi qo'l ko'targan hammani ochuvdim. Ha, ochavering, navbat bilan agar savol bermoqchi bo'lsa, marhamat berishlari mumkin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz aka. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Alhamdulillah. O'zingizdan so'rasak. Alhamdulillah. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Sog' salomat yuring doim. Amin, Ustoz, rahmat bir aka. savolimiz bor edi. Hop. Mana taloq haqida juda ko'p chiqishlar qilgansiz, juda ko'p efirlarda mana ma'ruzalar qilgansiz. Hammamiz juda yaxshi eshitib, o'qib, bilib olganmiz. Shu yerda balki men eshitmay qolgandirman, bir masala bo'yicha so'ramoqchi edim, savolim bor edi. Xullas, mana oldinlari sizni eshitmasimizdan oldin mana shu oldinlari domlalar bizni og'izdan chiqqan bitta taloq bilan qanchadan qancha oilalar, qanchadan qancha yoshlar, kattalar ham ajrashib ketdi. Bir taloq bilan hech qanaqa bunga yarashishga hech qanday bir nima yo'q deb qanchadan qanchalar ajrashib ketdi. Xullas, ular unisi bunga tegib ketdi, bunisi unga uylanib ketdi. Ular shularda hukmi qanday bo'ladi, ustoz? Ana shu masala bo'yicha bir joyda shu ozgina masala bo'lib qoluvdi. Shuni so'ramoqchi, tushuntira oldimmi, ustoz? Xullas, demoqchimanki, mana bu shundan keyin mana ajrashib ketdi. Hali Allohning Qur'ondagi 5 ta nimasi bajarilmasdan ajrashib ketdi. Og'izdan bir og'iz so'z bilan ajrashib ketishdi-da, unisi unga, bunisi bunga tegib ketdi. O'shalarning hukmi masalan, o'shalar qanday mana yashashda bir-biriga zinolik bo'lmayaptimi demoqchiman-da. Noqonuniy mana Alloh hukmi. Tushunarli. Alloh taolo Taloq surasida taloq qanday bo'lishi kerak, qachon bo'lishi kerak, qanday holatda shartlari va talablarini batafsil bayon qilayotganda bir qancha joyda hatto Taloq surasidan tashqari Baqara surasida ham oilaviy masalalarda aytadiki, eslatib turib, tilka hududulloh va man yata'adda hududalloh faqat zolima nafsa deydi. Ya'ni taloqqa, oilaga oid bo'lgan hukmlarni bayon qilib turib, bu masalalar, bu hukmlar Allohning mana shu oila haqidagi qo'ygan qonunlari, chegaralaridir. Ularni buzmang deyapti. Kim Alloh qo'ygan chegarani buzadigan bo'lsa, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Demak, qaysiki bir o'zini musulmon, mo'minman degan inson, lekin Qur'on asosida ko'rsatilganidek taloq qilmasa, bunga zid holatda taloq qilgan bo'lsa, albatta gunohkor bo'ladi. Birinchisi, sababsiz ajrashish mumkin emas, chunki katta ahd, uqdatun nikoh deyiladi. Nikohda er-xotin bir-biriga katta ahd paymon qilayotgan bo'ladi. Uni ostida ko'p mas'uliyatlar va ahdlar, so'z berilishi bo'ladi. Ya'ni bir umr sevishlikka, ehtiyot qilishlikka, sababsiz ajrashmaslikka, xiyonat qilmaslikka, asrab-avaylashlikka, erligini, xotinligini qo'ldan kelgancha qilishlikka bir-biriga ahd paymon qilgan bo'ladi. Demak, sabablarsiz qandaydir arzimas bahonalar bilan bu ahdni buzishlik gunohkorlikka olib keladi. Endi ajrashayotgan holatda ham agar Alloh qo'ygan qonunlarga rioya qilmagan holatda, so'rab surishtirmagan holatda ajrashgan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Agar Alloh afv etmasa, endi Allohning o'zining hukmida. Hammamiz ham Allohning bandalarimiz. Allohning rahmatidan umid qilamiz, mag'firatidan umidvor bo'lamiz, azobidan qo'rqamiz. Endi botil yo'llar bilan, fasod yo'llari bilan, nofarqiy yo'llar bilan taloq qilingan bo'ladi. Bu gunohkor bo'ladi va mana shu holatda yana boshqa hali iddasi tugamasdan turmushga chiqib ketgan bo'lsa, nikohi ham
botil va fasod yo'llari bilan, noto'g'ri yo'llar bilan nikoh qilingan bo'ladi. Endi bunda qisman albatta mana shu narsalarga fatvo berayotgan ayrim insonlar ham javobgar bo'ladi. Tushunarli ustoz, rahmat, sog' bo'ling. Taqdiriga salomat bo'ling. Alloh ziyoda qilsin. Alloh gunohlarimni afv qilsin. Amin. Rahmat, sog' bo'ling ustoz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bahrom aka. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz aka. Eshitamiz. Xush bo'ldik aka. Yaxshimisiz aka, charchadim. Alhamdulillah, rahmat o'zingiz. Aka, savolim ko'p edi, lekin vaqtingizni olmayman. Ikkita savolim bor. O'zi savolim ko'p. Qur'on o'qigan sari savollar tug'ilaverar ekan aka. Rahmat, bilsangiz javob beramiz. Birinchi savolim aka, Moida surasi 6-oyat, ya'ni tahorat, Alloh taolo tahoratga buyurganda oyog'inglarni yuvinglar deyaptimi yoki masx tortinglar deyaptimi? Bu birinchi savolim aka. Savol bergan sababim, ko'pchilik haligi arjulakum bilan arjulikum kelsa yuvishga dalolat qiladi deyapti. Bu birinchi savolim aka. Marhamat, keyingi savolingizni ham berishingiz mumkin. Keyingi savolim Oli Imron 81-oyatda aka, o'tgan safar bitta birodarimiz savolni tushuntira olmay sizga ana qiluvdi, shuni bermoqchi edim aka. Oli Imronda payg'ambarlardan Alloh subhanahu va taolo ahd olyapti, sizlarga kitob va hikmat bergandan keyin uni tasdiqlovchi rasullar keladi deyapti. Keyin endi Ahzob surasining 7-oyatida ey Muhammad deyapti, bu sen ham dohilsan deyapti bunda. Savolim shundaki, endi aka shu qiyomatgacha rasullar keladimi, kelmaydimi aka? Rahmat aka. Xo'p, sizga ham rahmat savolingiz uchun. Keyingi savolingiz rasullar keladimi mavzusida. Birinchi savolingiz Moida surasining 6-oyat. Avval qisqa qilib javob berib qo'yay. Tahorat, vudu masalasida Moida surasidagi bu tahorat haqidagi oyatda oyoqlarni masx qilishga buyuryapti. Bu Qur'onning ochiq amri. Suv topish muammo bo'lsa, suv topish imkoni bo'lmasa yoki suv bo'lsa-yu, suvni ishlatish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, bemorlik, xastalik, havo sovuq, suv sovuq isitish iloji yo'q kabi holatlar, ya'ni inson salomatligi uchun jiddiy xavf xavotir bo'lgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, hatto tahoratning o'rniga ham, hatto cho'milishning o'rniga ham, janobat holatda g'usl qilishning o'rniga ham tayammum qilishni Alloh taolo buyuryapti, o'rgatyapti, bunga ruxsat beryapti. Ya'ni sovuqda kunida cho'mila olmaydigan bo'lsa yoki tahorat ola olmaydigan bo'lsa, mana shu jiddiy asosli sabablarga ko'ra tayammum qilsa ham Allohga ko'ra, demak u inson pok hisoblanishini aytyapti. Tahoratda yuz va qo'llaringizni tirsakkacha yuving, bosh oyog'ingizni ufug'igacha mas torting deyapti. Qarang, qo'l bilan yuz yuviladi, bosh oyoqqa mas tortiladi. Ikkita a'zo yuviladi, ikkita a'zo mas tortiladi. Suv imkoni bo'lmaganda nima qilinadi? Faqat yuviladigan a'zolarga tayammum qilinadi, qo'l va yuzga. Bosh va oyoqqa esa tayammum qilinmaydi. Chunki aslida suv topish imkoni bo'lganda ham bosh bilan oyoqni yuvishga buyurmagandi. Yuvsa bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Yuvsa yana ham yaxshi bo'ladi. Uning hech qanday ziyoni yo'q. Chunki inson bir marta yuvish jarayonida bir marta yuvguncha eng kamida 5-10 marta oyog'iga mas tortib bo'lgan bo'ladi. Nam qo'li va suv bilan. Endi ba'zilar aytishi mumkinki, kasra bilan kelyapti, fatha bilan kelyapti deb farqli vajhlar keltirish mumkin. Xo'p. Ma'lumki, Qur'on 7 xil qiroatda, masalan, bizgacha qiroat 7 xil mashhur qiroat bilan kelyapti. 10 xil qiroat ham bor. Endi bizni hozir o'qiyotgan mushafimiz Imom Osimdan Hafsning rivoyati. Yana Imom Osimdan Sho'baning rivoyati bor. Nofiydan Qolundiki, yana Varshniki, Ibn Kasirdan Nazzi va Qumbuldiki bor. Abu Amirdan Nuri va Susi qiroatlari bor. Mana shu mashhur qiroatni ikkitasida yuvishga sal itorat qilgandek bo'lgan e'rob bilan kelgan bo'lsa harakat. Lekin aksariyatida Qur'on mushaflarining aksariyatida oyoqqa to'g'ridan to'g'ri masx qilishga buyurgan. Endi yana savol tug'iladi. Payg'ambar alayhissalomning ko'p mahsiga masx tortganligi haqida ko'p rivoyatlar bor-u, oyog'iga masx tortganligi juda ham oz-u deyiladigan bo'lsa, zero bu oyatlar Payg'ambar alayhissalomning vafotidan 3-4 oy, juda borsa balki 6 oy avval nozil bo'lgan. Xo'p, demak Payg'ambar alayhissalom to
payg'ambar bo'lgandan vafot etadigan yiligacha tahorat olmaganmi degan savol tug'iladi. Olgan. Qanday olgan? O'zidan avvalgi ibrohimiy dinlarni, o'zidan avvalgi payg'ambarlar qoldirgan dinlar asosida ibodatni qilib kelavergan. Mana hajni qilgan, qurbonliklar qilgan, umra qilgan, Hiro g'orlariga kirib, mana Ramazon oylarida kirib, g'orga kirib, e'tikof qilib, Allohni zikr qilib, tafakkur qilib, mana shunday o'zi bilgancha ibodatlar qilib kelavergan. 22 yil, 23 yil mobaynida oyog'ini yuvib tahorat olishda yuvgan bo'lsa, mana tahorat haqidagi mufassal bo'lgan oyatda, zero mufassal holatda qanday yuviladi, qanday usul qilinadi, faqat mana shu oyatda bor, boshqa Qur'oni Karimda boshqa oyat yo'q. Bunda nima deyapti? Alloh bizga yengillik beryapti. Avval payg'ambar alayhissalom oyog'ini yuvardi, endi bahs tortishga ruxsat beryapti. Shuning uchun ham vafotidan avvalgi holatlarda Rasululloh mahs bo'lsa oyog'iga mahsi ham, mahsiga masx tortavergan, paypag'i bo'lsa paypag'iga, kalach bo'lsa kalachni deymizmi, ya'ni o'zbek tilida aytyapman endi. Yoki oyog'ida hech narsa bo'lmasa, yalang oyog'iga tortavergan. Bu Allohning bizga bergan yengilligi va ne'mati. Xo'p, yana mana shu oyoqqa mas tortish haqida mavzusida savolingiz bo'lsa, davom etib ketamiz. Bo'lmasam keyingi savolingizga o'tamiz. Aka, sababi savolni berganim sababini aytsam bo'laveradimi aka? Vaqtingizni olaman, uzr. Mayli. Bilsangiz aka, bu 19 degan nimalar chiqqan. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Biroz xabarim bor. Aytavering. Rashid Xolifa degan o'zini rasul deb e'lon qilgan. Demoqchi bo'lganim shu, ko'p anaqasini ko'rib chiqyapman, haqiqatdan rasulmi, rasul emasmi? Keyin 19 mo'jizami, mo'jiza emasmi? Shuni tekshirish maqsadida Rashid Xolifa aytyaptiki, oyoqni yuvish kerak deyapti. Men deyapmanki, endi rasullar Qur'onda adashmaydi-yu, bizga Qur'onni yetkazishda. Demak, elchi emas ekan deb so'ragan savolim edi aka. Hech qanaqa mahs tortishga bu yerda bahona yo'q. Uzun anaqa yo'q deyapti, yuvish kerak oyoqni deyapti. Shuning uchun shu savolni berganim. Keyin aka, ikkinchi savolim shu, haqiqatdan qiyomatgacha rasullar keladimi aka? Rahmat aka, tushungan bo'lsangiz. Xo'p, salomat bo'ling. Rashid Xalifani bir ikki joyda eshitganman, qulog'im tushgan joylari bor. Lekin o'zim u insonda hayotini qiziqib o'qimaganman, o'zi haqida, shaxsiy hayoti haqida yoki ilmiy faoliyat haqida yozgan kitoblar haqida umuman qiziqmaganman, boshqa qilmaganman. Qiziqishim yo'q, vaqtim ham yo'q. 19 masalasiga umuman qiziqmaganman. Endi xo'p, uni Rashid Xalifa emas, boshqa bir inson, hozir bir tirik inson bilan agar shu mavzudagi suhbat qilib yoki bir chiroyli ilmiy muzokara, bahs qilinadigan bo'lsa, unday insonlarga duch kelib qoladigan bo'lsa, savol bering. Xo'p, siz qaysi islom dinining qaysi e'tiqodiy masalalar bo'yicha qaysi nimasidansiz, jamoasidansiz? Sunniyimisiz, shiamisiz? Sunniyman deydigan bo'lsa, savol bering. Xo'p, Qur'oni Karimda qaysi oyatda o'rgatgan tahorat olishni? Sizga albatta mana shu oyatni aytadi. Moida surasidagi oyatni aytadi. 6-oyat. Xo'p, bu oyatga ko'ra ahli sunna mufassirlar bu oyatga ko'ra ahli sunna ulamolari, mufassirlar qatori shaxsan siz ham oyoqni yuvishga buyurilgan deyotgan bo'lsangiz, nima uchun bo'lmasam payg'ambar alayhissalom mahsiga mahs tortavergan? Agar oyoqni yuv deyotgan bo'lsa, janob Rasululloh oyoqni doim yuvish kerak bo'lgan, mahs tortish kerak bo'lmagan. Ma'lumki, butun rivoyatlar, siyarlar, tarixiy manbalar ko'rsatib turadiki, payg'ambar alayhissalom hayoti davomida juda ham ko'plab mahsiga mahs tortgan, oyog'iga mahs tortgan haqida tarixiy manbalar bor, dalillar bor. Mana shu savolni beradigan bo'lsangiz, tamoman javob berolmaydi va haqiqat o'rtaga chiqadi. Agar buni Qur'onda tahoratda oyog'iga mahs tortish ruxsat bo'lmaganda, payg'ambar alayhissalom umuman hayotida bir marta ham mahs tortmagan bo'lardi. Faqat oyog'i og'rigan bo'lsa, shamollagan bo'lsa, suv tegishi mumkin bo'lmasa, mana shu istisno holatlarida yana oyog'iga yoki mahsini ustiga mahs tortgan bo'lishi ehtimol bo'lardi. Holbuki hech qanday sababsiz ham mahsiga oyog'iga mahs tortavergan. Va mana shu voqelik ham, siyar ham payg'ambar alayhissalomning hayotidagi amaliyoti ham tasdiqlab turibdiki, payg'ambar alayhissalom bu oyatni to'g'ri tushungan va mahs tortavergan.
Endi qiyomatgacha rasullar keladimi degan ma'noda ayrim insonlar noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. Rasul deb turib ulul azm bo'lgan Odam, Idris, Nuh, Muso, Iso, Zakariyo yoki mana boshqa payg'ambarlar ham Muhammad alayhissalom kabi nabiy va rasul bo'lgan zotlar kabi shunaqa rasullar keladimi degan savol berayotgandek tushunib qolishi mumkin. Bunday insonlar umuman kelmaydi. Muhammad alayhissalom xotamin nabiyyin, nabiylarning xotami. Va u kishi olib kelgan risolat Qur'oni Karim butun insoniyatga tegishli bo'ladi. Qaytib Allohning bunday risolati, bunday vahiy nozil bo'lmaydi. Bu so'nggi shariat, so'nggi Allohning so'zlari. Qiyomatgacha butun insoniyat amal qilishi kerak, tatbiq qilish kerak bo'lgan dasturi amal. Bunaqa Allohdan yangi shariat, yangi vahiy olib keladigan bunaqa nabiy, bunday rasul kelmaydi. Endi rasul degan so'zda hozir aytgandek ma'no emas, qisman o'z ichiga oluvchi ma'noni nazarda tutib aytayotgan bo'lsangiz, masalan, Allohning oyatlarini boshqalarga yetkazuvchi. Qanday? Mana Muhammad alayhisolatu vassalomga Allohdan risolat keldi, Qur'on nozil bo'ldi. Muhammad alayhissalom rasul bo'ldi. Allohdan kelganini, o'ziga kelganini boshqa butun insoniyatga imkon qadar yetkazdi. Hech qanday malomatdan qo'rqmadi, hech qanday xavf xatardan qo'rqmadi, Allohga tavakkal qildi va muvaffaqiyatga erishdi. Shu o'rinda Muhammad alayhissalomdan boshqa sahobalar ham, o'nlab, yuzlab sahobalar ham boshqa insonlarga Rasululloh bora olmagan, Rasulullohning oyog'i yetmagan joylarga Rasulullohga kelgan Qur'onni yetkazganlar bor. Bular ham bir navi rasul bo'ladi. Bir jihatdan. Asli Qur'on Rasulullohga nozil bo'ldi Muhammad alayhissalomga. Lekin Rasulullohning vazifasiga yelkadosh bo'lib, Qur'onga xizmat qilib qolay men ham. Mana shunday bir mas'uliyatli va sharafli xizmat menga ham nasib qilsin deb Qur'onni boshqa yerlarga, boshqa yurtlarga, boshqa millat elatlarga yetkazgan, da'vat qilgan insonlar bor. Bular ham bir navi rasul bo'ladi, ya'ni Rasulullohga yelkadosh bo'lgan insonlar bo'ladi. Ya'ni Allohdan Muhammad alayhissalomga kelgan Qur'onni boshqalarga yetkazuvchi shaxslar bo'ladi. Bunday insonlarda mudarris deyilishi mumkin. Masalan, Bima tadrusun oyati bor, ya'ni Qur'onni dars qilib, o'rganib, ta'limini olib, boshqalarga ham yetkazish vazifasi yuklatilgan. Robbaniyun keladi. Insonlarni haq yo'lda, Qur'on yo'lida tarbiya qilish va Alloh buyurganidek Allohga bog'langan, Allohning diniga insonlarni chaqiradigan shunaqa insonlar bo'ladi. Undan tashqari summawratnal kitaballazina safayna min ibadina deb boshlanadi oyat. Kitobni bandalar orasidan Alloh taolo nima qilar ekan? Tanlab olganlarga ana shu ilohiy kitobni, ilmini berib, mutlaqo bandalar bo'lar ekan, ya'ni tanlangan bandalarga beradi. Bu insonlar ana shu kitobga amal qilishda, qolganlarga ham yetkazishda, namuna bo'lib yashashda peshqadam va ildan bo'ladigan insonlarni maqtab aytyapti. Bunday ma'noda, ya'ni Qur'onni o'rganadigan, yodlaydigan, amal qiladigan, boshqalarga da'vat qiladigan, umuman Qur'on yetib bormaganlarga yetkazib boradigan, mana shu ma'nodagi rasul bo'ladigan bo'lsa, kelishi mumkin. Lekin Qur'onga zarracha, ya'ni biron bir hukm qo'shib, o'zgartirib, islomni, shariatni Qur'onda o'zgartirib, yangi vahiy bilan keldim, yangi ta'limot, yangi kitob bilan keldim deydigan har qanday insonni biz yolg'onchi deymiz. Bahrom aka, javobingizni tushundim aka. U yangi shariat olib keldim demayapti, o'zi tasdiqlab kelyapti deyapti. Bilsangiz, rasulga itoat, Allohga itoat degani uchun oxiratda agar haqiqatdan rasul bo'lsa, oxiratda nima jazolanib qolmaylik deb so'ragan, savol bergan joyimda aka. Rahmat aka. Aka, salomat bo'ling. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, sog' bo'ling. Xo'p aka, hammamiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Mehriddin aka, xush kelibsiz. Ustoz yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Alhamdulillah, rahmat. O'zingizdan so'rasak. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, o'zi asrasin panohida. Men savolim nima Ibrohim alayhissalatu vassalom shu nimaga o'tga tashlanishlari haqida edi. Shuni agar imkon bo'lsa tushuntirib bersangiz. Ibrohim alayhissalomni o'tga tashlash holati haqida hali izlanish olib borganim yo'q. Bu oyatlar ustida tadqiqot ham hali olib borganim yo'q, ulgurganim yo'q. Shuning uchun hozir o'z aqlimga suyanib, o'z taxminimga suyanib biror narsa deyolmayman. Bunday qilishdan Allohga sig'inaman, Allohning o'zi saqlasin.
vaqt soati kelib aynan mana shu holat bo'yicha shu oyatlar ustida ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borgandan keyin xulosamni va o'zim bilganimcha, Alloh bildirgancha bu haqida ma'lumotni YouTube yoki Telegram kanallari orqali yuklab qo'yamiz, Alloh nasib qilsa. Rahmat, barakalloh, Alloh rozi bo'lsin, ustoz. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat sizga, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bahrom aka tuzilmasiz, salomatligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Profillarga ismini yozolmagan siz yoki boshqa birodarlardan uzr so'rayman. Shuning uchun isminglarni aytolmayapman. Kepsiz. Bir savolim bor edi. Bu mavzu bo'yicha bir savol javob qilgan edingiz, taloq bo'yicha. Aha. Bir singlimizani bir 20 yildan beri turmush o'rtoqlari bilan yashamas ekanlar-da. Hop. Ular turmush o'rtog'i boshqaga o'ylanib ketgan ekan, talog'ini bermayotgan ekan, so'rasalar. O'shanga buni yechimini qanaqa qilib topsak bo'ladi? Mana shu masala bo'yicha iltimos qilib qoluvdilar. O'shanga bugun efir bo'lgani uchun hozir sizga savol bilan murojaat qilyotgandim. Buning yo'li juda ham oson. Fuqarolik sudiga murojaat qiladi, ariza beradi. Ya'ni erlik qilmayotganligini, boshqa oila qurib, bu oilani, bu ayolini qarovsiz tashlab qo'yganini aytadigan bo'lsa va bundan norozi bo'lib, o'z ixtiyori bilan rasmiy nikohni to'xtatishni xohlayotgan bo'lsa, murojaat qilinadi, ko'rib chiqilib turib, holatga aniqlik kirib, chiroyli holatda bu ajrim qilib beradi. Nafaqat taloq masalasida, balki u ayol modomiki eri uni shar'iy masalasini aytyapman. Modomiki er va ayol taloq bermayotgan bo'lsa, ayol ana shu erning merosxo'ri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan hozirgi holatda fuqarolik sudlari nima qiladi? Agar ajrim holat bo'lsa yoki mana shunday arizalar murojaat bo'ladigan bo'lsa, erni mulkidan tegishli hissasini ajratib turib, ayol kishiga hatto ajratib ham beradi. Yo'q, bu holatga bormaylik, shar'an hal qilaylik deydigan bo'lsa, kuyov bolani erini yaqinlari, valilari, vakillari, ya'ni mas'ul, o'zidan katta gap o'tadigan insonlarga chaqirib, sulh qilib, maslahat qilinadi, kengash qilib bir hay'at tuziladi. Har ikki tarafdan holat o'rtaga qo'yiladi. Haqiqatda asosli sabablarga ko'ra ayol o'z talog'ini so'rayotgan bo'lsa, buni haqqi bor. Majburan hech bir ayolni erining nikohida qolasan deyishga hech bir erkakning haqqi yo'q. Chunki ayol kishi o'z ixtiyori bilan erga tekkanidek, o'z ixtiyori bilan ajrash huquqiga ega. Bu talog'ini so'rasa bermayman deyotgan ekan mana qarang, hozir boshqa oila bilan yashar ekan, lekin taloq bermayman deyotgan ekan. Bunga haqqi yo'q. Aha. Bunga haqqi yo'q. Ayol kishida xulu deyiladi, mana fiqh masalalarda xulu deyiladi. Qur'onga Qur'on nomi bilan buni Qur'on atamasida iqtido deyiladi. Ayol, ya'ni hukmi shundayki, Qur'onga ko'ra sabab bor. Masalan, erlik qilmayapti, himoya qilmayapti, ta'minotini o'z o'rniga qo'ymayaptimi? Mana shu asosli sabablarni keltirib turib, eridan talog'ini so'raydi. Eri bergan mahrini undan oshirib yuborishi hozir adashmasam mumkin emas. Ya'ni bergan mahrini qaytarib berishini so'raydigan bo'lsa, ayol kishi erdan olgan mahrini beradi va eridan shuning o'zi bilanoq, shu ishning o'zi bilanoq erga e'lon qiladi, guvohlar keltiradi. Shuni o'zi bilan nima bo'ladi? Eri ayolidan mahrini qaytib olgan bilan o'rtaga iqtido bo'ladi, ya'ni taloq tushadi, ajrim holati bo'ladi. Buni albatta talog'ingni berdingmi, bermadimmi, berdingmi, bermadingmi orqasidan yurish shart emas. Oila a'zolarini chaqirtirib, hay'at tuzilib, ana shu holatda, chiroyli holatda, urush janjalsiz, tinchlik bilan, og'ir bosimlik bilan hal qilsa bo'ladi. Tushundim. Rahmat domla, umringiz uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Salomat. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Abdurashid aka, xush kelibsiz. Bahrom aka, yaxshimisiz? Ustoz, tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizdan so'rasak. Rahmat, alhamdulillah, rahmat. Bahrom aka, bitta savolim bor edi. Tahorat to'g'risida. Meni ishim sal changroq ishdi. Shu tahorat olish uchun, mana
Dushga kirib chayinib chiqsam tahorat olgan hisoblanamanmi yo'qmi? Mana ishimni tugatdim. Endi cho'milishim kerak edi, tahorat ham olishim kerak. Yo oldin tahorat olib, keyin dushga kirishim kerakmi? Qur'onning hukmiga ko'ra shunday. Agar namoz o'qimoqchisiz, Allohga ibodat qilmoqchisiz, lekin shundan avval hojatxonaga aloqador bo'lgan bir ishni qo'l urdingiz. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, tahorat olasiz. Agar er-xotinlik munosabatiga qo'l urgan bo'lsangiz, bunday holatda to'liq boshdan oyoq cho'milasiz. Toharu deydi bir oyatda faqtasilu, ya'ni to'liq cho'milinadi. Endi sizda ikkalasi ham bo'lmasa, na hojatxonaga kirmagansiz, na janobat yo'q. Bunday holatda tahorat ham olish ham shart emas, g'usl qilish ham shart emas. Yuz qo'lingizni changini boshqaza yoki soch soqolingizni changini kiygizish uchun dushga kirib chiqqandan keyin namoz o'qirasiz. Ya'ni tahorat usti boshi chang bo'lib qolsa tahorat olinsin degan buyruq yo'q. Hojatxonaga aloqador ishlarni sodir qilgan bo'lsangiz tahorat olasiz. Junub bo'lsangiz, ya'ni nopok bo'lsangiz g'usl qilasiz. Bunda boshqa holatlarda dush qabul qilasizmi, yuz qo'lingizni yuvasizmi, namoz o'qirasiz. Tushunarli domla. Tushunarli. Ustoz yana bitta savol. Qasr namozi to'g'risida bir aka manikini so'rovdilar bir birodarimiz. Qasr namozi uyidan bir necha kilometr uzoqligiga chiqib ketganda bir 80 kilometr deb eshitaman, 90 kilometrga chiqib ketganda eshitaman. Qasr qilib o'qish kerak edi. Masalan, peshin namozi 4 rakatli farz namozini 2 rakatini o'qish kerak deydi. Shu qancha masofada uzoqlikda bo'lganda shu qasrga kirib qolamiz? Qur'oni Karimda Alloh taolo masofani muayyan miqdorini belgilamagan. Payg'ambar alayhisolamning hayotiga qaraydigan bo'lsak, janob Rasululloh ham muayyan bir masofani aytmagan. O'zini hayotiga qaraydigan bo'lsak, ba'zan masalan Handak deymizmi, Uhud deymizmi, Badr deymizmi, farqli joylarda jang uchun yoki boshqa uchun yoki umra, haj safari uchun safarga chiqqan. Janob Rasululloh Madinadan chiqdimi, tamom qasr 2 rakat o'qigan namozlarini. Shuning uchun men ham aytamanki, bir inson o'zini shahridan tashqariga chiqdimi, o'zini begona his qilyaptimi, borgan joyda o'zini bir musofir his qilyaptimi, ana shu joydan boshlab namozlarni 2 rakat o'qiradi. Agar xavf bo'ladigan bo'lsa, xavf namozi bor, ya'ni xavf insonni joniga xavf tug'iladigan. Bunga bir misol keltirib Alloh taolani jangda deydi, agar jang boshlanib ketish xavfi yoki namozda safda turiladigan bo'lsa, dushman hujum qilib qolib, insonni hayotiga xavf tug'diradigan shunday xavotirli o'rin bo'ladigan bo'lsa, qasr qilib o'qishga, ya'ni tamoman 1 rakatni o'qishga ham ruxsat bergan. Xavf bo'lmaydigan bo'lsa, safardamisiz 2 rakat o'qirasiz. Unda shu shahardan chiqib ketsam, qasr namozi bo'lar ekanda. O'zingizni musofir his qilyapsizmi, begona yurtda his qilyapsizmi? Mana shunday. Yo'q, begona yurtda emas, mana masalan shaharimdan masalan 50-60 kilometr. O'zingiz begona joyda his qilyapsizmi? Siz safardasiz, musofirsiz. Buni aynan 90 kilometr deb boshqa holatlarda e'tibordan chetga chiqarib olish to'g'ri emas. Xo'p, agar uni qabul qiladigan bo'lsak, 90 kilometrdagina uyidan 90 kilometr uzoqlikda joyga borsagina musofir bo'ladi deydigan bo'lsak, ba'zi insonlar bo'ladi 3 kilometrdan keyin qo'shni davlatga o'tib ketadi. Masalan, Qirg'izistonga o'tib ketadi. Qaysidir Tojikistonga yaqin joyda Tojikistonga o'tib kelayotgan bo'lishi mumkin. 3 kilometr, 5 kilometr, hatto 100 metr bilan ham qo'shni davlatga o'tib ketishi mumkin. Qo'shni davlatga o'tgandan keyin aniq musofir. Demak, bu yerda muayyan miqdor yo'q. Ha, tushundim. Tushundim. Ustoz yana bitta savol, uzr savolim ko'payib ketdi. Mayli. Ustoz, mana o'tgan galdagi ko'rsatuvingizda bir birodarimiz savol berdilar. Mana qasr namozidan keyin savol beruvdilar. Sunnat namozlar, ixtiyoriy namozlar deysiz, sunnat namozlari. Shuni o'qishimiz kerakmi safarda bo'lganingizda deb savol berdilar sizga. Siz uni ixtiyoriy namoz, sunnat namoz emas, ixtiyoriy namoz yana nimadir dedingiz, otini hozir esimda qolmadi. Shunda shu namozni o'qisam yoki o'qimasam shafoatdan mahrum bo'lib qolmayman deb o'ylamaylar dedingiz-da.
Undan oldingi ko'rsatuvlaringizni shafoat so'ramanglar payg'ambarimizdan. Bu shirkka kirib qoladi degan edingiz. Shunga To'g'ri. men shafoatdan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Bu sunnat namozi ixtiyoriy namoz. Xohlasanglar o'qinglar, xohlamasanglar yo'q dedingiz-da. Shunga men hozir Shunday. shafoat qo'shganingizga shafoatdan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylab qolishni men tushunib olmadim-da. Shafoat bor narsami bu, yo'q narsami? Shafoat hozir hamma masjidlarimizga kirsa shafoat so'rayveradi-da. Har namozdan keyin ham so'raydi. Har azon duosida ham so'rayverishadi. Shunga yana bir savol berib so'ravoqi, bir oydinlik kiritib berarmikinsiz deb berganim. Juda o'rinli savol berdingiz. Nima uchun buni aynan shafoat so'zini o'rtaga qo'shib aytganman? Chunki ayrim domlalar, ayrim ahli ilmlarimiz, aka-ukalarimiz nima deydi? Safarga chiqqanizdami yoki safarda emasmisiz? Farzdan tashqari namozlarni o'qimasangiz shafoatdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin deb qo'rqitadi. Insonni xavotirga soladi. Mana shu narsaga ishonmang degan ma'noda aytdim. Ya'ni o'qimasam shafoatdan mahrum bo'lib qolamanmikin degan bunaqa bir qo'rquv tushunchadan mosuvo bo'ling. Bunaqa gap yo'q degan ma'noda aytdim. Bu qo'rquvni umuman ko'ngilingizdan chiqarib oling degan maqsadda, qalbingizdan. Bunday holatlar e'tibor bergan bo'lsangiz, shafoatdan mahrum bo'lish, qabr azobidan qo'rqitish yoki ya'ni Qur'oni Karimda kelmagan farqli jazo uslublari, har qanday xavflar, azoblar bilan tahdid qilish shunaqa nofila ibodatlar yoki inson ixtiyorida bo'lgan fazilatli amallar, zikrlar, duolar haqida keladi. Lekin birov yetimni molini yema, manaqa azob bor deb tahdid qilgan. Zulm qilma, zolim bo'lma, zulm qilsang, zolim bo'lsang manaqa bo'ladi. Fir'avnning boshiga tushgan narsa senga tushadi, ahli ayolingning boshiga tushadi, xor bo'lasan, razil bo'lasan, boshqa. Shunaqa Alloh qo'ygan eng muhim bo'lgan masalalar, zulm, haqiqat, adolat, birovning haqqi kabi halollik, poklik, vijdon haqidagi eng muhim mutlaqo rioya qilish kerak bo'lgan masalalarda yo'q. Bunaqa bir tahdidlar qilmaydida, ixtiyoriy amallarda shunaqa hukumatchilik, uydumachilik boshlanib oladi. Bu ham ya'ni inson farzdan tashqari namoz o'qimasin demayapman. O'qilsin. Masalan, Payg'ambar alayhissalom safarga ketyaptimi, biror bir ulovga ketyaptimi, farz namozini tushib jamoat bilan Alloh ko'rsatgandek o'qigandan keyin boshqa zikrlarini, nofila ibodatlarini, duolarini ulovga minib ham o'qib ketavergan. O'qiyman desa, tamom, masjidga kirdimi, o'qisa o'qirsin yoki o'zi yolg'iz ketdimi, o'qisa o'qirsin. Bu inson o'z ixtiyorida. O'qimasa bunaqa bo'ladi, gunohkor bo'ladi degan joyi yo'q. Chunki Qur'oni Karimda ham yo'q. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hech bir hikmati gapida ham yo'q. Hech bir joyda agar farzdan tashqari shunaqa sunnat namozlar endi sunnat deb ataladi, sunniylikda aslida bu nofila va zavoid deyiladi. Insonning ixtiyoridagi farzdan tashqari bo'lgan, ixtiyorda bo'lgan amallar, zikrlar. Kim shularni qilmasa gunohkor bo'ladi, kim shularni qilmasa jahannamga tushadi, kim shuni qilmasa Allohning azobi, qahri keladi, g'azab keladi degan gapi yo'q. Bu tavsiya, ya'ni kim boshqa bir qiladigan ishi bo'lmasa, o'qisa yaxshi bo'lib qoladi. Yaxshi bo'ladi o'zi uchun yaxshi. Behuda vaqt o'tkazgandan ko'ra, yana ko'proq Allohni zikr qilsin, Allohga bog'lansin, duo qilsin, Allohni ulug'lasin, Allohning oyatlarini o'qisin. Mana shu ma'noda aytilgan targ'ibot uchun, taklif uchun, tavsiya uchun aytilgan rivoyatlar deyiladi. Agar biron bir joyda, Payg'ambar alayhissalom hikmatli so'zlarda shunaqa bir ibora bo'lganda, men ham aytgan bo'lardim. Payg'ambar alayhissalom buni ta'kidlagan, qilmasa gunohkor bo'ladi degan va bu gapiga bu oyatdan dalil keltirgan deb aytgan bo'lardim. Shafoatchi, ustoz shafoat. Shafoat bor. Yolg'iz shafoatchimiz Allohning o'zi. Qutqaruvchimiz ham, najotkorimiz ham, himoya qiluvchimiz ham, bizni kechiruvchi ham, jannatiga muyassar qiluvchi ham, agar kechirmasa jahannamga giriftor qiluvchi ham yolg'iz Allohning o'zi. Biz Fotiha surasida Allohga ahd beryapti, nima deymiz? Maliki yawmiddin deb e'tirof qilamiz. Sarhisob kunining, din kunining, savob va gunoh, jazo yoki mukofot beriladigan kunning hukmroni deymiz. Yolg'iz o'zi hukmron. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin bu din kuni nima ekanligini boshqa oyatda ham bayon qilingan.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله deydi. Yavmiddin nima u? Mana Fotiha surasi o'qiyotgan Malik Yavmiddin deymiz. Alloh qanday zotligini ta'riflayapti? Rahmondir, Rahimdir, olamni yaratgan egasidir. Allohga olqishlar, maqtovlar bo'lsin deb nima deymiz? Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'indan avval Malik Yavmiddin deymiz. Hisob kunining hukmroni. Nima degani bu? Boshqa oyatda batafsil bayon qilyapti. Yavmiddin qanaqa kun bilasizlarmi deyapti. Siz Payg'ambar alayhisolamga xitoban qanaqa kun bilasizmi? Siz qayerdan bilasiz deb turib javobni o'zi aytyapti. U shunday kunki, hech bir shaxs boshqa bir shaxsga hech narsa qila olmaydi. Egalik qila olmaydi, hukmronlik qila olmaydigan kun. Wal amru yawma izin lillah. U kunda buyruq, amr faqat Allohning o'ziga xos. Demak, kimni kechirish, kimni kechirmaslik, kimga qanday mukofot berish, kimga qanday jazo berish, kimni qanday maqomga berish yoki kimni qanday xor qilish Allohning o'z ixtiyorida. Bandani yaratgan Alloh, hozir ko'rib nazorat qilgan Alloh, amallarimizni yozdirayotgan Alloh, din Allohniki, jannat jahannam Allohniki, ilohimiz faqat Allohning o'zi, o'ziga sig'inamiz. Kimni qanday amal qilganini eng yaxshi biluvchi Alloh, kimni kechirish kerak va kimni kechirmaslik kerakini biluvchi ham Alloh. Eng mehribon zot ham Alloh, eng mag'firatli zot ham Alloh. Shuning uchun har qanday shafoat haqidagi noto'g'ri uydirmalarga aldanib qolmaylik. Go'yoki Alloh taolo bir bandasini ko'rib, amal daftarlarini ko'rib, yozdirib, imtihon qilib, imtihondan o'tolmasdan uni jahannamga hukm qilsa-yu, jahannamga ketayotganda uni jahannamga xizmatchilar jahannamga olib ketishsa-yu, payg'ambar alayhissalom yo'lini to'sib yoki bir aziz avliyo deb turib yoki bir qandaydir shaxslar o'rtaga chiqib yo'lini to'sib, yo'q bu jahannamga kerak emas, jannatga tushish kerak degan kabi bilag'onlik, bu holatlar mutlaqo Allohning sha'niga, qiyomat kunining holatiga to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Go'yoki Alloh bilmagandek, go'yoki o'sha banda Allohdan ham kechirimliroqdek, go'yoki banda Allohdan ham mehribon va marhamatliroqdek. Yo'q. Alloh o'z hukmiga hech kimni sherik qilmaydi. Hech kimni sherik qilmaydi. Birovdan maslahat ham olmaydi. Qiyomatda kimni qayoqqa tushiray, nima qilay? Hamma narsasini adolat bilan. Agar birovni jazolash kerak bo'lsa, Allohning adolati. Birovni kechirish kerak bo'lsa, Allohning rahmati va mag'firati. Bu hech kim aralasha olmaydi. Bu shafaat masalasi mutlaqo noto'g'ri. Amalakum min dunillahi min waliyyi va la shafi' deydi Alloh taolo. Sizlarni Allohdan boshqa na bir do'stingiz, na bir shafoatchingiz yo'q deydi. Demak, yolg'iz shafoatchimiz Allohning o'zi. O'ziga sig'inamiz, o'ziga suyanamiz, o'ziga tavakkal qilamiz, o'zidan umid so'raymiz. Bizni jahannamdan qutqaruvchi yolg'iz Alloh. O'zini mag'firatiga ishonamiz, suyanamiz. Rahmat domla. Rahmat domla. Tushundim. Rahmat umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Rahmat ilmingizga baraka bersin. Rahmat zot. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Bahromjon. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Usmonjon aka o'tib kelibsiz, marhamat. Yaxshimisiz? Holli yaxshimi? Mana savol bor edi. O bilsa javob beramizda. Mana 10 kundan keyin ro'za Ramazon boshlanadi. Shunga va o'zim tamoman shug'ullanaman. Insonda qon ishlayaptimi gapim? Gapiravering, gapingiz bo'lmaydi deyapman. Oxirigacha berib oladi bemalol. Insonda qon, odamda insonda qon quyilib qoladigan holat bo'ladi-da. Suyuqlik ishlama ba'zi bir kasallikda qoni quyuq bo'ladi. Suyuqlik ichmasa, hali qon quyilib, yurak tez urib, davlanish ko'tarib ketadi. Shunaqa insonlar o'zi suyuqlik ichib yursa-yu, ro'za tutsa-yu, suyuqlik ichib yursa, shunga lozimmikin yo lozim emasmi, yo ro'za tutmagan ma'qulmi? Shuni so'ramoqchi edim, shunga bir sharhlab bersangiz. Suyuqlik ichmasa, shu qoni quyilib ketib, davlanishi oshib ketadi. Shu odam ro'za tutsa-yu, suyuqlik ichib
yursa bo'ladimi yo'qmi? Shuni so'ramoqchi edim. Ovqatlar bo'lsa, suyuqlik ichsa bo'ladimi yo'qmi? Shuni bilmoqchi edim. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Rahmat. Alloh taolo Baqara surasi 184-oyatda va bundan keyingi oyatlarda Ramazonni ro'zasini batafsil bayon qilyapti va aytganki: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sizlardan kimki shu Ramazon oyida bemor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bemor edi, tuzalmay turib nima bo'ldi? Ramazon kirib keldi. Yoki Ramazon kirgandan keyin bemor bo'lib qoldi. Avvali safaring yo safarda bo'ladigan bo'lsa. Ramazondan avval safarga chiqib ketgan yoki Ramazonda safarga chiqdi. Mana shu ikkita holatda faydatu min ayyamin ukhar. Boshqa kunlarda, demak Ramazondan keyin kelgan oylarda kunli bir kunlar sanog'icha tutib beradi. Tuzalgandan keyin bemor bo'lsa yoki sog'aygandan keyin yoki safardan qaytib muqim bo'lganda. Xo'p. Endi ba'zi bir holat bo'ladi. Kimdir kasal bo'lmasa-da, safarda bo'lmasa-da, mijozi ko'tarmaydi. Quvvati yetmaydi. Quvvatsiz, zaif holat bo'ladi yoki sog'lom bo'lsa-da ham siz aytgandek, masalan, ma'lum muddat safari bor insonlar yoki boshqa har qanday insonlarda o'zini sog'lom his qilgan taqdirda ham ro'zaga tongdan kechgacha ro'zador bo'lishlikka kuchi, toqati yetmaydigan insonlar bo'ladi. Yoki masalan soppa-sog'u yoshi katta insonlar bo'ladi. 80-90, 100 dan oshgan insonlar, onaxonlar, otaxonlar. Bularda kuchi toqat yetmay qoladi. Ro'za tutsa, asta-sekin ularning salomatchiligi yoki yana ham zaiflashishi holati qayd qilinadigan bo'lsa, bunday holatda Alloh taolo nima deyapti? Va alallazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Ro'za tutsa, ro'za insonga unday insonlarga masalan og'ir keladigan, qoqatdan tashqari keladigan, ya'ni u insonga bir og'ir, mashaqqatli tuyuladigan insonlarga Alloh nima yengillik berdi? Fidyatu ta'am miskin. Bir kunlik ro'za tutolmaganligi uchun Ramazon ana shu tutolmagan kunida bitta miskinni yedirib, ichirib qo'yish kerak. Ya'ni chiroyli qilib qornini to'ygizib qo'yish kerak. Mana shu insonning ro'za tutolmaganligining kaforati bo'ladi. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrul lah. Kimki bir yaxshilikni o'z ixtiyori bilan yana qiladigan bo'lsa, u o'zi uchun albatta yaxshi. Alloh taolo oyatning oxirida "Va tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Agar yuqorida aytdi, kasal bo'lsa, safarda bo'lsa, boshqa oylarda tutib beraveradi, tutmasa ham mayli deyapti. Lekin mana shunday holatiga agar toqati qiynalsa ham, safarda bo'lsa ham yoki bemor bo'lsa ham ro'za tutaveradigan bo'lsa, u o'zi uchun yaxshi. Sizlar uchun yaxshidir agar bilsangiz deyapti. Agar bemor bo'lsa ham, yo'q, muolajam olib tutaveraman desa, marhamat. Safarda bo'lsa ham, mayli, safarda bo'lsa ham tutaveraman desa, marhamat. Lekin Allohning ruxsati bor. Mana shu oyatga ko'ra endi siz aytgan insonlar holatga xulosa chiqarib oladi. O'zlarini bemor deb his qilayotgan bo'lsalar, tuzalgandan keyin tuzalishiga ko'zi yetib, umid qilinayotgan holati bo'lsa, vaqtinchalik bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, kasalligi tuzalgandan keyin tutib berishi mumkin. Yo'q, ro'za meni qiynayapti deydigan bo'lsa, juda mashaqqatli tuyulayotgan bo'lsa, ba'zi insonlarda kasbi, ba'zi insonlarning ishi, faoliyati, tirikchiligi ham sabab bo'lishi mumkin. Ba'zilar Ramazon oyida ham o'z kasbi bilan shug'ullanmasa, mehnat qilmasa, o'zini, bola-chaqasini, ota-onasini ta'minoti to'xtab qoladigan holatlarda agar ro'za tutsa bunga kuchi yetmaydigan bo'ladigan bo'lsa, ana shu bitta miskinni to'ydiriladi. Xo'p. Yana qanday savolingiz bor? Ya rahmat, yaxshi tushundingiz. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, sizdan ham rozi bo'lsin, hammamizdan. Salomat bo'ling aka. Assalomu alaykum rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bog'imlar aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz? Allohga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmisiz? Alhamdulillah. Domla bitta savol bor edi. Marhamat. Xudoga shukr. Mana imomlarimizni ma'ruzalarida eshitganmiz ko'p. Hamma payg'ambarlarga bir ijobat bo'ladigan duo Alloh tomonidan berilgan. Hamma payg'ambarlar hayotiy davrida o'sha duolarni qilgan, ijobat bo'lgan deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha duo berilgan duoni qiyomatga olib qolganlar.
ummatlari uchun duo qilaman deb degan shu rivoyat nimalar ma'ruzalarda eshitganmiz. Mana shu masala. Ajoyib savollar tug'iladida mana shu mavzuda aka. Endi Mana endi eshitganlarimizni sekin aniqlashtirish uchun tahlil qiladigan bo'lsak, xo'p, Odam alayhissalom, Idris, Nuh, mana Ibrohim, Muso, Iso juda ham ko'plab mana payg'ambarlar o'tgan. Aytaylikki, hammasiga shunaqa shunday bir imkoniyat berilgan bo'lsa, duo qil, nimani so'rasang aytganing bajo bo'ladi deb so'ragan bo'lsa va payg'ambarimizga ham berilgan bo'lsa, nahotki hech bir payg'ambar shu imkoniyatdan foydalanib, ey Robbim, mana shu to qiyomatgacha, davri qiyomatgacha o'zingga iymon keltirgan bandang borki, hech biri zulmga uchramasin, hech biri xor bo'lmasin, hech biri qiylanmasin, aziz mukarram bo'lib yashasin hammasi deb duo qilmaganmikin biron bir payg'ambar? Hammasi unutganmikin shu ummatni holatini? Holbuki har bir payg'ambarni o'zini hayotida bo'lgan. Ummati u yoqda tursin, o'zlarining obro'siga, sha'niga shuncha tajovuzlar, suiqasdlar, obro'sizlantirish, fitna, provokatsiyalar bo'lgan. Shuni ko'rgan payg'ambarlar nahotki mana shu narsa meni boshimga tushgan qiyinchiliklar, mashaqqatlar, fitnalar ummatimlarga butun yer yuzidagi to qiyomatgacha mo'minman degan insonning boshiga tushmasin deb hech duo qilishmaganmikin? qilishmagan ekanda. Demak, imkoniyat bermagan ekanda Alloh bunaqa. Xohlaganingni so'raver demagan ekanda demak. Inson nimani so'raydi? Nimani so'rash mumkin? Inson o'zi amal qilib, harakat qilib, erisha oladigan narsasini so'raydi Allohdan. Payg'ambarlar aqlli bo'lganda, farosatli bo'lgan. Shuning uchun endi bu ayrim domlalardan xafa bo'lmaymiz. Uydirmalari bilan o'zlarini o'zlari aldab yuraversin. Hozir ummat alhamdulillah har tomonlama ham dunyoviy, ham bu diniy ongi rivojlanib, alhamdulillah haq bilan nohaqni, botil bilan to'g'rini ajratib olyapmiz. Mana shu mana shu aytgan nimamni imomlar yana ma'ruzalarda aytgan, ko'p joylarda ham aytilgan bu gaplar. O'shanga masalan anaqa qilib yurganmizda o'zimiz ham baribir shu duo qilib haligi ummatlarini jahannamdan olib qoladi degan fikrda o'zimiz ham yurganmizda vaqtida. Hozir ham shunaqa fikrda yurganlar ko'pchilik shu fikrda. Yana bir qizil savol, uzrli aka, maylimi? Gapingiz bo'lib qo'ymadimi? Yer yuzida Alloh taolo bandani yaratar ekan, banda insoniyatga shunday noz-ne'matlar berar ekan, cheksiz bu imkoniyatlar, lazzatlar, hayot lazzati, baxt, farog'at shuncha narsa berar ekan, imtihon qilar ekan, aql berar ekan u. Bu insoniyat o'zi ummatman deb turib, so'zni ummatman deb turib, lekin Allohga hayotida osiy bo'lib, gunohkor bo'lib, Allohga mutlaqo itoat qilmasdan gunohga botib, yuzi qaro bo'lib Allohning huzuriga borar ekan u. Endi Alloh va'da bergan gapida turmasdan nima degan? Allohga osiy bo'lganlar yoki amallari juda ham yomonliklari boshdan oshib ketgan insonlar yoki so'zda mo'minman desa-yu, tamoman bunga zid qilgan insonlar va boshqa juda ham ko'p oyatlar bor. Mana shunaqa insonlar borsa, Alloh azoblayman desa, azoblanmay qolar ekan. Shunaqami? Payg'ambarlar yoki boshqa insonlar Allohning marhamatidan ham kuchliroq marhamat ko'rsatib, Allohdan ko'proq uni shu nima deydi? Mag'firatliroq bo'lib, Alloh jazolayman degan bandasigini jazolatmaydi ekan, shunaqa bo'ladi. Qanday qabul qilish mumkin? Mana shu hozirgi mavzuda bir ahli ilm bilan gaplashganimizda nima deydi? Payg'ambarlar haqiqatda duo qilgan ham degan bo'lgan. Mana shunaqa ummat hech xor bo'lmasin, bir bo'lsin, aziz bo'lsin deb turib, duo qilganda Alloh taolo va'da bergan. Nima va'da bergan desam, payg'ambarimizga Imom Mahdiy kelishini va'da bergan.
ummatim nima bo'larkan mendan keyin deb qayg'urganda va duo qilganda Allohim ummatim mendan keyin xor qilmagin, azitgin, qutqargin, zulmdan boshqadan deganda bo'pti seni ummatidan Mahdiy chiqaraman deb va'da bergan deb yolg'on to'qiydi. Bu umuman yolg'on. Bu ko'chirmachilik. Chunki hindular qariyb 4000 yildan beri Kalkini kutadi. Hindular qariyb 4000 yildan beri kutadi. Yana Kalki keladi, bizni qutqarib qoladi, bizni dinimizni yer yuzida yagona qiladi, zulm yo'qoladi, xorlik yo'qoladi, mehr muhabbat dunyoga to'ladi deydi. Buddistlar 2500 yil balki 3000 yildan beri Maytreyni kutadi. Ular ham shu maqsadda. Yahudiylar 2500 yildan beri Masihni kutadi. Xristianlar 2000 yildan beri Isoni kutadi. Sunniylar 1,5 yildan beri Mahdiy kutadi. Shiyalar 1300 yildan beri g'oyib bo'lib ketgan 12 ta imom Mahdiyni kutadi. Durzilar 1000 yildan beri Hamza ibn Alini kutadi. Kuta. Ham bir-biridan ko'chirib olgan, bir-biridan ko'chirib olgan. Yo'q, insoniyat o'z muammosini o'zi hal qilish kerak. Doim bu insoniyat kimnidir kutish kerak emas. Qutqaruvchi o'zi bo'lishi kerak, shaxsan inson o'zini jaholatdan qutqarsin, oilasini qutqarsin, ibrat bo'lsin, namuna bo'lsin. Qo'shnisini jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashsin, zulmga qarshi haqiqat bilan, adolat bilan kurashsin, harakat qilsin, fidokorlik qilsin. Bu inson o'zi turish kerak, oyoqqa turish kerak. O'zi buzuq dunyoda o'zi buzgan bu insonlar. Alloh osmondan bir shunaqa buzg'unchiliklar, turib malaklar shunaqa fasodga to'ldiringlar, qonxo'rlik qilinsin. Bunaqa degan. Inson dunyoni o'zi buzdi. Insoniyatni inson o'zi buzdi. Demak, inson o'zi o'zgartirish kerak. Lekin insonlar mana shuncha asrlar davomida o'zini muammolarini o'zi hal qilish o'rniga doim osmondan birini kutadi, konda birini kutadi. Buddist hindular ham kutyapti. Mana 4000 yildan beri kelgan yo Kalkini kutyapti uni. Buddist kutadi, Yahudiy kutadi, Masih, Xristian kutadi. Biznikilar ham nima deydi? Ular hammasi yolg'on, biz aytgan keladi deydi. Bir-biridan ko'chirma. Mahdiy e'tiqodi xuddi mana shu nimalardan ko'chirib olingan. Yahudiy, Masihiylardan ko'chirib olingan. Bittasi yer yuziga adolat olib keladi deb kutadi. Yana boshqasi nima deydi? Najotkorimiz keladi deydi. Shunaqa umid qiladi. G'ayritabiiy holatlardan go'yoki bir mo'jiza tutsa, osmondan tushsa hamma yo'q, yam-yashil obodonchilik bo'lib ketsa, yomonlar yo'q bo'lsa, yaxshilar kun ko'rsa, yo'q. Inson o'zi harakat qilish kerak. Doimo o'sha insonda shunaqa ojizlik tarafi bor. Yechimni kelajakdan. O'zgarish desa boshqalardan istaydi odam. Yo'q, qutqaruvchini osmondan kutmang. Yechimni kelajakda yaxshi bo'ladi demang. O'zgarish desa boshqalardan emas. Bugun o'zingiz qutqaring. Yechim bugun mana shu muammolarga yechim isting. O'zingizdan boshlang o'zgarishni. Shuncha ming yillar o'tdi. Zo'rlik, jaholat, razolat tamoman tomir otib ketdi. Buzuqlik, behayolik, o'g'rilik, sharmandalik bu odatga aylanib ketdi. Insonda odatiy narsa. Bir odam birov hayo qilmaydigan, bir odam birov cho'chmaydigan, andisha qilmaydigan bo'lib ketdi. Bu dinidan qat'iy nazar, millati, irqi, yoshidan, jinsidan qat'iy nazar. Ey insonlar, o'zingiz fikran uyg'oning. Birovni kutuvchi bo'lmang. O'zingiz mas'ul bo'ling shu narsadan. Men harakat qilishim kerak o'zimni tuzatish uchun. O'zimdagi, oilamdagi, atrofimdagi yovuzlik, zo'ravonlik, zulmga qarshi men o'zim harakat qilishim kerak. Muammoni o'zim yechishim kerak deyish kerak. Adolat birovni kutish bilan kelmaydi. Harakat bilan paydo bo'ladi. Demak, bu insoniyatning sukunati, ojizligi, qo'rqoqligi sababli dunyo shunaqa buzilib ketgan bo'lsa, uni tuzatishning yo'li ham demak mana shu buni ziddini qiladigan bir faoliyat bo'lishi kerak. O'zgarishni birovdan emas, o'zidan boshlash kerak. Chunki
Haqiqiy najot ham, haqiqiy qutqaruv ham insonni o'zida. Uni o'zini vijdonida, o'zini amalida, o'zini fidokorligida. Shunaqa qilib ummatni nima qilib kelyapti? Alla bo'lam, alla bo'lam. Ertaga qorbobo tushadi, ertaga Mahdiy tushadi. Hammasi jannat makon bo'ladi dedi. Yo'q. Bo'lmaydi. Bundan bettar bo'ladi. Inson o'zi harakat qilmasa. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan oyoqda tik turmaydigan bo'lsa. Bettar bo'ladi. Kalla o'lib ketdi mana. O'lib ketdi. Kutib hech bir ishga qo'l urmaganlar. Kutib jaholatda, razolatda, xorlikda o'lganlar o'lib ketdi. Bundan bettar bo'ladi. Qancha kitoblar yozildi, qancha film, kinolar ishlandi, qancha minbarlarda bu narsalar gapirilib, bizni endi haligi Qur'onni bilmaydigan, tafakkuri o'zi yaxshi qilmagan xalqimizni haqiqatdan shunaqa nimalar bilan singdirib kelganlar shuncha yildan beri. Domla? Albatta, bu endi mana shu din dushmanlari, musulmonlar fikran uyg'onmasin, nimagadir bog'lanib, nimagadir ishonch bildirib shu umid bilan yashaversin degan maqsadda uydirilgan bo'lishi ham mumkin. Bizi aslida mana agar to'g'ri ma'noda tanqidiy emas, e'tiroziy emas, to'g'ri bir yondashuv bilan qabul qiladigan bo'lsak, buddistlarni, hindularni, yahudiyni, xristianni tutgan narsasi shaxs emas. Aslida agar to'g'ri qabul shaxs emas. Bunaqa bir dastur, insonlarni butun dunyoda tartibga soladigan, adolatni o'rtaga qo'yadigan, zulmga qarshi kurashadigan, tinchlikka, mehr oqibatga, ahillikka, birlik birodarlikka chaqiradigan, butun dunyoda jannat makon qiladigan, butun insoniyat tinch, xotirjam, qo'rquvsiz, baxtli yashashga olib keladigan bir dastur. Ilohiy dastur tutgan desak to'g'ri bo'ladi. Va bu kelgan. Yahudiylarga ham keldi. Juda ham ko'p payg'ambarlar orqali Alloh taolo dasturlarni, risolatlarni yubordi. Amal qilmaganligi uchun mana juda ham ko'p boshi ko'p tushdi. Iso alayhissalom orqali yubordi. Ular ham Iso alayhissalomni o'ziga ham o'z davridagi juda ham ko'p insonlar sanasa qo'lda tugab qoladi u insonga iymon keltirganlar, u kishiga yordam berib qo'llab-quvvatlaganlar. Butun insonni eshitgan, tanigan insonlar dushmanchilik qildi. O'zlari kutgan narsani qabul qilmadi. O'zlari kutgan narsa Iso emas edi. Masalan, Iso alayhissalom o'tgan risolat edi. Undan keyin yana asrlar o'tdi, Muhammad alayhissalom keldi. U kishi yana to 4000 yildan beri insoniyat kutayotgan, 3000 yildan hindular kutayotgan, buddistlar boshqa kutayotgan risolatni olib keldi. Haqiqatni olib keldi bu Qur'on. Lekin buni ko'rmaslikka olyapti. Tan olmayapti. Hayotga tatbiq qilinmayapti. Agar musulmonlar farovonlik, xotirjamlik, baxt, tinchlik, mehr oqibat, ahillik mana shu narsa kerak desa, uning uchun bir shaxsni kutmasin. Qo'lida turibdi, uyda turibdi. Bu Qur'on bu. Yer yuzini obod qiladigan narsa Qur'on. Kelib bo'lgan bu. Bizning Mahdiyimiz Qur'on. Mahdiy nima degani? Hidoyatga yo'llangan yoki hidoyat topiladigan bir narsa degani. Inson Qur'onga kim ushlasa hidoyat topadi. Qur'on orqali Alloh hidoyat qiladi. Xodiyimiz bor. Doim hozir va nozir. Ya'ni hidoyat qiluvchimiz bor. Alpinaylik erishamiz. Qaysi yo'lda yursa hidoyat topgan bo'ladi. Buni ko'rsatmasini ko'rsatib bergan qo'llanma bor Qur'on. Unga amal qilaylik, hidoyatlangan bo'lamiz. O'zimiz Mahdiy bo'lamiz, ya'ni hidoyat topgan inson bo'lamiz. Afsuski bu tamoman uxlat yorgan ummat, uxlat. Aka ajoyib yaxshi mavzularni ochib qo'yasiz-da. Baraga toping, yaxshi, juda ajoyib bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat, sog' bo'ling. Amin hammamizdan aka, sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Salomat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh, xush kelibsiz. Bahrom aka, yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat o'zingizdan so'rasak. Marhamat.
Xudo rozi bo'lsin. Bahrom aka, savolim bor edi. Ramazon kelyapti. Ramazonda ro'za tutish ozgina mashaqqatli. Shu ro'za haqida savolim, taroveh namozi haqida. Chunki taroveh namozi bizni yurtimizda 20 rakat o'qiladida. Agar o'qilmasa gunohkor bo'ladimi? Keyin og'iz yopish shu Ramazon oyida mana shu Fanta, kola, keyin darsxonga qo'yadigan shu ba'zi noz-ne'matlarda internetda hatto boykotligini e'lon qilishyapti. Har xil suvlarni, har xil sharbatlarni. Hatto odam darsxonga qo'yib yeyotgan narsasini balkim tutayotgan ro'zam shu taom bilan harom bo'lib qolmaydimi? Keyin yana bitta savolim, o'quv yurtlarida tahsil olish hozir judayam qimmat bo'lib qoldi. Tahsil olmoqchi bo'layotgan ilmlarimiz mana shu internetda ochilgan guruhlardan olishlikka majbur bo'lyapmiz. Lekin buni taqiq deyishyapti. Misol uchun bizda nimamiz ko'tarmaydi sharoitimiz. Qimmat joylarda borib o'qishlikni xohlaymiz, arab tilini o'rganishlikni, o'qiyotgan kitobimizda nimalar bor, o'zimiz aql idrok qilib, tushunib o'qishlikni xohlaymiz. Lekin shu o'qishlik uchun bizlarda sharoit bo'lmaganligi uchun shu internetdan, shu guruhlardan o'rganishligimiz joizmi, joiz emasmi? Shu haqida ham fikr bildirib o'tsangiz, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Amin. Hammamizdan rozi bo'lsin. Xo'p, birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, biroz avval bu haqidagi oyatni o'qib o'tdik. Baqara surasi 184-oyatda. Agar qiynaladigan bo'lsangiz, ro'za tutishga toqatingiz yetmayotgan bo'lsa, ana shu bir kunligiga bir kun bitta miskinni to'ydirib qo'yishlikni ko'rsatmasini beryapti Alloh taolo. Keyingi masala kola haqida. Bu kolani yoki Pepsi'da kimdir boykot qilmagan, ya'ni boykot umuman mavzusi bo'lmagan taqdirda ham buni ko'p iste'mol qilishlik o'zi shundoq ham ma'lum, insonga juda katta salomatligiga jiddiy zarar keltiradigan ichimlik hisoblanadi. Doimiy buni mutlaqdan ketib iste'mol qilishlik insonni og'ir oqibatlarga, yomon salbiy oqibatlarga olib kelishligini ilm fan ham zamonimizdagi olimlar ham buni tasdiqladi. Shunday eng bitta nimasi juda ko'p shakar moddasi bor. Inson salomatligiga jiddiy zarar keltiradi. Endi bu o'rinda aynan insoniyatga tahdid solayotgan, insoniyatga bir zo'ravonlik qilayotgan, insonlarni haq-huquqini poymol qilayotgan ayrimlar tarafidan ishlab chiqarilganligi aniq bo'lib va bundan tushayotgan sarmoya, foyda, daromad aynan mana shu insonlarga yomonlik qilishga ishlatilib, haqiqatga qarshi, Allohning diniga qarshi, tinchlikka qarshi qurol sifatida bu dastmoyadan foydalanayotgan bo'lsa, albatta bundan cheklangan yaxshi bo'ladi. Chunki Alloh taolo nima degan? Ta'awunu alal birri va taqvo va la ta'awunu alal ismi val udwan. Bir-biringlarga yaxshiliklarda, xayrli, manfaatli ishlarda ko'makdosh bo'ling, yelkadosh bo'ling. Gunoh ishlarda va udvon deyiladi, ya'ni insonning hayotiga, mol-mulkiga tajovuz qilinadigan jihatlar, ya'ni adovatlik jihatlarda, dushmanchilik ishlarda, yomonliklarda bir-biringizga yordam bermang, ko'makdosh bermang deyilgan. Agar taqvo qiladigan bo'lsangiz, iste'mol qilmasangiz, yana o'zingiz uchun ham salomatligingiz uchun ham foyda, ham taqvo nuqtai nazaridan agar shuni ma'qul qilib beradigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun foyda. Endi hozirgi holatda aytadigan bo'lsak, to'g'ri, masalan, Oliy sud tomonidan va undan tashqari diniy qo'mita tarafidan tekshirilib, ekstremistik g'oyalar bilan, radikallik g'oyalar bilan, aqidaparastlik bilan yo'g'rilgan saytlar, xoh ijtimoiy tarmoq bo'lsin, YouTube, Facebook, Odnoklassniki, boshqa Telegram bo'lsin, ana shunga oid deb topilgan va isbotlangan saytlar taqiqlangani har doim, har yili yangilanib turadi. Bu saytlardan foydalanish albatta o'ziga ziyon keltiradi. Chunki unga ilmsiz holatda ana shu saytlarni yoki ijtimoiy tarmoqdagi shunday sahifalarni kuzatib borishligingiz orqali o'zingiz
bilmagan, ajratolmagan holatda sizda ham radikallik, ekstremistlik, terroristlik yoki aqidaparastlik kabi shunaqa narsalar fikr uyg'onib qolishi mumkin. Bu degani butun hozir O'zbekistonda hamma diniy sayt, har bir maqola, har qanday ijtimoiy tarmoq sahifalar taqiqlangan degani emas. Rasmiy sahifalar bor, taqiqlanmagan juda ham ko'p son sanoqsiz saytlar bor. Mana shulardan eshitib, o'qib, o'rganib, izlanib, o'z ustingizda ilmiy ishlar olib borishligingiz, ilmingizni oshirishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligida hech qachon hech bir inson, bir shaxs, bir vatandosh internet orqali hech qanday diniy ma'lumot olmasin, din o'rganmasin degan taqiqi yo'q. Allohga shukr, demokratik davlatda yashaymiz. Insonda so'z, vijdon erkinligi bor. Assalomu alaykum. Shu Muzaffarjon savol bersa kerak deb taxmin qilib turuvdim. Va alaykum assalom rahmatullohi. Xush kelibsiz. Nomlar tuzyapsiz? Charchamayapsizmi? Hech bir suhbatda kam qilmaysiz-da. Yarimta bo'lsa ham bir savol tashlab qo'yay deysiz a? Ha, qora aka, Baqara surasini oxirgi naqalariga ham kelib qoldim, xudo xolasa. Xo'p, Baqara surasi 257-oyat. Tog'ut haqida ketar ekan. Xo'p, din Allohning nomidan ham tog'utlik qilish mumkinmi? Keyin agar shunaqa bo'lsa, Allohning nomidan dinni o'rgatyapman deb tog'utlik qilsa, shunaqa bandalar bo'lishligi haqida birorta oyat bormi? O'shanga kontekst bog'lanadigan oyat bormi? Baqara surasi 257-oyat. Alloh valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Alloh iymon keltirganlarni, ya'ni mu'minlarning valisi, do'stidir, himoyachisidir degan ma'nosi ham bor. Xo'p, Alloh nima qiladi? Ularni, mu'minlarni zulmatlardan nurga olib chiqadi. Zulmat bilan nur, ya'ni jaholat, razolat, xorlik, muommali hayot kabi narsalarni zulmat deydigan bo'lsak, nur farovonlik, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, hidoyat, ma'rifat, mana shu narsalarni o'z ichiga olaveradi. Zulmat va nur yonma-yon kelganda konteksti, ya'ni tag ma'nosi, balog'ati mana shuni ifodalaydi. Ya'ni Alloh qanday qiladi? Mana Qur'on yubordi, insonlarni mana shu Qur'on orqali nurga olib chiqadi. Vallazina kafaru awliyahum tog'ut. Kofirlik qilganlar, ya'ni haqiqatga qarshi, adolatga qarshi, dinga qarshi, buni inkor qilgan, Allohning dinini inkor qilganlarning do'stlari esa kim? Tog'utlar. Tog'ut deyilyapti. Tog'ut ularni, ya'ni din dushmanlari bo'lsin yoki kofirlar bo'lsin, yaratganni inkor qiladigan, dinni inkor qiladigan, shunday insonlarni nima qiladi? Tog'ut nurdan zulmatga olib chiqadi. Ya'ni tinchlikdan janjalga, farovonlikdan baxtdan baxtsizlikka, xotirjam hayotdan muammoli hayotga olib kelib qo'yadi. Hayotini barbod qiladi tog'utlar. Ular kashabunlar, ular ayni kofirlar ham, ularning yetakchisi bo'lgan tog'utlar ham nima bo'ladi? Jahannam ahlidir, hum fiha xolidun. Ular unda mangu abadiy qoladi. Tog'ut nima degani? Tog'ut zo'ravonlik, yovuzlik, inson haq huquqiga rioya qilmaslik, mana hech bir insonni haq huquqiga himoya qilmaydigan, adolatga qarshi, haqiqatga qarshi, kuchsizlarni haqqini olishda kuch ishlatib, nohaqlik qilib, shunaqa tajovuz qiladigan shaxs bo'lsin, tizim bo'lsin yoki mana shunday bir jamoa bo'lsin, mana shularga tog'utlar deyilaveradi. Tog'ut faqat muayyan bir shaxsning ismi emas. Faqat muayyan aynan bir insonlargagina tog'ut deyilmaydi. Chunki Zoriyat surasi 53 yoki Turk surasi 32-oyatlarga qarasangiz, balhum qawmun tog'un yoki Turk surasi amtamurhum ahlamun bihada amhum qawmun tog'un deydi. Ya'ni o'tmishdagi payg'ambarlar kelganda ularning qavmining ichida deyarli aksariyati, masalan, payg'ambarga qarshi chiqqan, u payg'ambarlarning so'z erkinligi, vijdon erkinligiga yo'l qo'ymasdan majbur ana shu qavmi bizni dinimizga amal qilasan, bo'lmasam o'ldiramiz, haydaymiz, toshmaron qilamiz, hamma narsadan mahrum qilamiz, mosuvo qilamiz, oldi berdini uzamiz kabi shunaqa haqsizliklar qilgan, zo'ravonliklar qilgan, zulmlar qilgan payg'ambarlarga nisbatan Alloh taolo ana shunday qavmni hammasiga nisbatan bular tog'utlar deyapti. Tog'ut qavm ular deyapti. Bal hum qawmun tog'un.
balki aslida ular tog'ut qavmlar. Biroz qisqaroq qilaverdim. Tushunib oldingiz degan umiddaman aka. Hop, tushundim. Yon tog'ut Ochiq emas. ochiq Allohni hukmiga qarshi odamlar tog'ut bo'lar ekanda. Osiy bo'ladi. Allohning hukmiga qarshi chiqqan osiy bo'ladi. Mhm. Allohga itoat qilmagan insonlar, ularga holatiga qarab turib, vaziyatga qarab turib osiy, fosiq, itoatdan chiqib ketganlarga masalan fojir, fasodchi deyiladi. Farqli atamalar aytiladi. Tog'ut hayoti, harakati, missiyasi, rejasi, maqsadi faqat shu zo'ravonlik, yovuzlik, insonlarni xoh o'zi qavmi bo'lsin, o'z jamoasi bo'lsin yoki qo'shni davlatlar yoki butun global, butun ijtimoiy holatlarda faqat shu zo'ravonlik bilan, kuch bilan inson haqqiga, huquqiga, daxlsizligiga tajovuz qiladigan insonlarga tog'ut deyiladi. Xoh bu dinga qarshi bir faoliyat, bir zulm olib borsin yoki din bo'lmasada mutlaq holatda bir insoniyatni haq huquqiga, daxlsizligiga tajovuz qiladigan bo'lsa, mana shunday holatlarga ham, shunday jamoaga ham, shunday shaxsni o'ziga ham tog'ut deyiladi. Bunday insonlarga agar bunday insonlarni rahnamo qilib olinadigan bo'lsa, xalqni, jamiyatni Alloh aytgandek nima qiladi unday tog'utlar? Nur, muammosiz, baxtli, farovon, tinch, totuv hayotdan muammolik, xorzorlik, notinch, parokanda hayotga olib kirib qo'yadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ustoz, sizga savol bor edi, bir ikkita. Mayli, marhamat, biz javob beramiz. Biza endi kasbimiz ustachilikdan-da, beton, g'isht terish ishlari og'ir ishimizda. Alloh ishlaringizga rivoj bersin, halol mehnatda olagan ekansiz, kasbingizga barakot bersin. Xo'p. Mana Ramazon ro'zasini tutish qiyin bo'ladi-da bizga kasbimiz tufayli. Kasbimizning qiyinchiligi tufayli o'sha uchun Ramazon ro'zasini tutmay siz aytganday miskinlarni qornini to'ydirish bo'ladi-a? Agar Ramazon sababli ish faoliyatingiz, kasbingiz, tirikchiligingiz to'xtab qolsa, boshqa hech qanday shu o'zingizni, oilangizni va sizni qaramog'ingizdagi insonlar ta'minoti to'xtab qoladigan bo'lsa, ular ham siz qatori, siz sababli ular ham qiynalib qoladigan bo'lsa, mehnatingizni davom etkazib, tutolmagan, ya'ni toqat yetmaganligi uchun o'sha bir kunlik Ramazonni fidyasini berib qo'yarasiz. Bitta miskinni qornini to'ydirasiz. Rahmat ustoz. Agar siz tutolmasangiz, tuta oladigan insonlarga yemoq ichmog'ini, saharligini, iftorligini ta'minlab berasiz. Rahmat ustoz. Ikkinchi savolni bersam bo'ladimi? Marhamat. Mana tajviddan xabari yo'q kishilar bilan namoz o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Ular imomlikka o'tadi-da, tajviddan umuman xabari yo'q. Xo'p. Ularni orqasiga o'tib biza imomga iqtido qilib o'qishimiz kerakmi yoki qaytib o'qib olish kerakmi? Shuni so'ramoqchi edim sizdan. Agar u imom rasmiy holatda ana shu joyning imomi deb rasmiy holatda tayinlangan bo'lsa, albatta orqasida namoz o'qish kerak. O'qirasiz. Imomni o'qigan namozi o'zi uchun, xato qilgan bo'lsa o'zi uchun. Imom xato qilib qiroat qilsa, boshqa qilsa, orqasida turgan qavmga, iqtido qilib turgan jamoatga uni ziyoni yo'q. Chunki har bir insonni qilayotgan amali o'zi uchun. Bu imomning namozi qabul bo'lsa, qolganlar ham qabul bo'ladi, qabul bo'lmasa jamoat ham bo'lmaydi degan narsa bekor. Har bir inson Alloh uchun o'z ixtiyor bilan borib ibodat qiladi, ruku, sajda qiladi, duo, tasbih qiladi, bosh egib Robbiga iltijolar qiladi. Har bir insonning o'zini qilayotgan niyati, amali, faoliyati, taqvosiga qarab turib Alloh o'zi ajrini beraveradi. Agar imom xato o'qiyotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, insonning o'zini xatosi, kamchiligi. Lekin rasmiy holatda bo'lmaydigan bo'lsa, imkon qadar ilmli, axloqli, shunaqa vijdonli insonlarni peshqadam qilib oldinga o'tkazib qo'ysa, yana yaxshi bo'ladi. Takliflar va tavsiyalar bilan. Albatta bu fitna yoki bir qandaydir provokatsiyalar orqali emas. Yaxshi gapirib, kelishilgan holatda jamoat bilan shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Rahmat ustoz, javoblaringiz uchun. Charchamang. Yetarki
Xudo ikkita deyotgan bo'lmasanglar, Alloh yo'q demayotgan bo'lsanglar, Alloh nomidan, din nomidan, payg'ambar nomidan bir yolg'onlar gapirib, ochiq oydin kufrga va shirkka da'vat qilmayotgan bo'lsa va faoliyati mana shu shirk va kufr holatida sodir bo'lib, mana shunday jarayonda davom etmayotgan bo'lsanglar, u insonni orqasidan namoz o'qirasiz. Rahmat ustoz. Xo'p, Sizga ham rahmat, salomat bo'ling. salomat bo'ling. Rahmat. Ustoz, assalomu alaykum. Abdurash aka, va alaykum assalom. Tabiiy. Ha, Bahrom aka charchamayapsizmi tuzimiz? Bahrom aka, bitta kichkinagina savol beraydim Bahrom aka, ustoz. Va tahorati bor odam burni qonab ketsa tahorati ketadimi? Yo, qo'lini kesib olsami, bir kichkina tilib olsami, qo'lini o'tbetini yoki burni qonab ketib qolishi mumkin-ku bir odam o'zidan o'zi bir. Ozgina o'sha paytlarda tahoratsiz bo'lib qoladimi? Boshqatdan tahorat olish kerakmi? Shuni anaqa so'raydim. Men ham javobni ham kichikroq bersam maylimi? Mayli, domla, mayli, rahmat, domla. Hop. Rahmat, Ikki ustoz. savolga kichikroq javob bersa yaxshida. Kuzatuvchilardan vaqtini olmaylik. Bir so'z bilan aytganda, hojatxonaga aloqador bo'lmagan hech qanday ish tahoratni buzmaydi. Ko'zi shamag'ib qoladimi, burni qonaydimi, qayd qilib yegan narsasini chiqarib oladimi, hech narsa tahoratni buzmaydi. Qur'onda tahoratni nima buzishligi aniq aytib qo'yilgan. Avja ahadun minkum minal g'oyit. G'oyitdan, ya'ni hojatxonadan kim keladigan bo'lsa, tahorat olsin degan. Ya'ni insonni oldi va orqa a'zolaridan chiqqan narsa tahoratni buzadi. Mana shunday ish bo'lgan bo'lsa, tahorat buziladi, tahorat olinadi. Lekin burni qonaydimi, biron joyini kesib oladimi, tilib oladimi, badanidagi qomiridagi qonni 50% chiqib ketadimi, boshqa umuman tahoratga aloqasi yo'q bu narsa. Faqat ana shu qonagan joyini yuvib olsa, qoni to'xtagandan keyin namoz o'qisa yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'zini fitratan pok saqlab, imkon qadar ya'ni ust boshini, namoz o'qiydigan joyini yoki yonidagi insonga shunaqa bir qoni tegib, boshqa jirkanmaydigan yoki behuzur bo'lmaydigan holatga kelib turib, namozini o'qilsa bo'laveradi. Rahmat ustoz, rahmat. Rahmat. Baraka toping, rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Xo'p. Endi qon inson burni qonasa yoki badanini kesib olsa tahorat buziladi degan bir sarohatan aniq dalil yo'q. Qur'onda mutlaqo yo'q. Hatto bir rivoyatlarda ham yo'q. Aksincha juda ham ko'p sahobalar jangda yoki boshqa holatda mana shu jarohatlanib, qon oqib turgan holatda, kiyimlar qon holatda ham namoz o'qiganligi juda ham ko'p rivoyatlar bor. Savol beruvchilar ham tugab qoldi shekilli. Muhayyo savol bermoqchi edilar. Bir kim? Muhayyo. Shaxsiyatni yoshganimizda savol bor deb o'tildida. Mashallah, mashallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Kimsiz? Yaxshisizlar, hammalar sog' salomat. Alhamdulillah. Mana siz birinchi marta ovozni eshitib turibman, lekin ko'p vaqtdan beri kuzataman. Lab eshitaman. Nima savolingiz bor? Savolim rosa ko'p edi, endi bitta ikkitasini berib turaman hozircha. Kechagi safar jumada bular kechki payt ozgina xafa bo'lib keldilar-da. Nimaga desangiz, shunaqa ma'ruza bo'libdiki, ko'p Qur'on o'qigan, ko'p sajda qilib, ko'p masjidda ko'p namoz o'qiganlari u dunyoda martabasi o'ta ulug' bo'ladi. Keyin mana shu ehsoniylari faqat masjidga, imomlarga qilsanglar savobi ulug' bo'ladi deyishdi-da. Keyin xo'jayinim keldilar-da. Xafa bo'lib, qaragin, Xudo taoloni adolati shundami? Biz mehnatda bo'lamiz, bola chaqani boqamiz, ishlab tirikchilik qilamiz, birovni haqqini yemaymiz, yolg'on gapirmaymiz, deb halol yuramiz. Nimaga uchun endi bu dunyoda ham mehnat qilib, azob qilib, Allohning adolatida yashasak-ku, u dunyoga borganda shu haligi martabamiz shunaqangi past bo'ladimi deb xafa bo'lib keldilar. Keyin YouTube'da haligi Injilda o'zbek tilida Injilga dars berilyapti-da, qanaqadir o'rgatilyapti. Bitta darslarni eshitdim. Bitta musulmon bola shikoyat qilib Injilda ustozisiga aytib beryaptiki,
musulmon dinidagi ustozlar nima uchun o'zini diniga, Qur'onga haligi insonlarni chorlashda o'ta qattiq olishadi, o'ta jazosini qattiq deyishadi. Lekin sizlarda Injilda nimaga unaqa emas? O'ta yumshoqlik bilan tushuntiryapsizlar. Haligi ibodatga mana shu Allohga qarab yo'naltirishinglar sizlarda oson, nimaga Qur'onda qiyin deyishyapti-da. O'shaning uchun meni ham qiziqtiraveradi. Nima uchun mana shu masjidlarni o'zida ham Qur'onni o'zidan olib berishmayapti? Mana masalan shu juma xafa bo'lib keldilar-da. Ishonasizmi, namoz ham o'qiolmay qo'yaveramikin degan darajaga ham boraverishyapti-da. Hozir astag'firulloh qo'rqib ketaman-da. Shunga bir savolim shuki, nima sababdan Qur'onga chaqirishmayapti-yu, Qur'ondan, namozdan bezitishyapti? Qanaqa qilib bu yetkazish mumkin ularga? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizni hayotingizda bo'lgan holat, kim bo'lishidan qat'iy nazar, sizni xo'jayiningizmi yoki yaqin insoningizmi yoki boshqa insonlar shunday duch kelgan bo'lsa, shunday masalalarga duch kelgan bo'lsa, tasalli berishi mumkin. Qaysi bir inson halol yashayotgan bo'lsa, bilsinki, Alloh sevadigan ish, Alloh sevadigan hayotda yashayapti. Chunki Alloh Qur'onda halollikka buyuriydi. Qaysi bir inson birovning haqqini yemayaptimi? Demak, u inson Qur'onga amal qilyapti, musulmonlarcha yashayapti, taqvo bilan yashayapti. Qaysi bir inson hayotida yolg'on gapirmayaptimi? Qaysi bir savdogar tarozidan, vazndan, o'lchovdan, metrdan urib qolmayaptimi? Halolmi? To'g'rimi? Alloh buyurgandek yashayapti. Alloh mana shunday insonlardan rozi bo'ladi. Insonni jannatga olib keladigan asosiy narsa, iymondan keyingi narsa, asosiy mana shu insonlarning o'rtasidagi muomalot, bir-biriga nisbatan halol bo'lishi, vijdonli bo'lishi, bir-birini haqqini yemasligi, imkon qadar yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashib, zulm zo'ravonlikka qarshi adolat tomonida bo'lib yashashi mana shu eng oliy fazilat bo'ladi. Alloh taolo Allohni kam zikr qilganlarni jahannamga tushiraman demagan, lekin tarozidan urganlarning holiga voy bo'lsin degan. Yetimni molini yeganlarning holiga voy bo'lsin mazmunida, ya'ni qorniga faqat olov to'ldiradi degan kabi oyatlar bor. Siz aytgan inson yetarki mehnat qilib, halol yashayaptimi, pok yashayaptimi? Alloh talab qilgandek, Qur'on buyurgandek musulmon bo'lib yashayapti ekan. Yana nima kerak? Mana shu holatini, mana shu pozitsiyasini mahkam ushlasin, mustahkam bo'lsin, shubhalanmasin, ikkilanmasin. Asossiz, behuda har qanday gap, da'vatlardan biroz o'zini chetda olsin. Biron bir masala iymoniga shubha tug'diradigan, amallariga, taqvosiga bir salbiy oqibat olib keladigan masalalar bo'lsa, tahlil qilsin, kitob o'rgansin, izlansin, so'rasin, surishtirsin. Shoshqaloqlik qilmasin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Amin, rahmat. Xo'p, muhtaram kuzatuvchilar, ajratgan vaqtinglar uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilmimizni ziyoda qilsin, o'zini kitobini to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilib, boshqalarga ham yetkazishni nasib qilsin. Keyingi suhbatlarimizda demak yana ko'proq Ramazon oyi haqida savol-javoblar bo'lar shekilli. Sizlarga